Xullas, qizlar, sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shundan iborat edi. Oxirgi kunlarda garderob mavzusini ko'targan edim. Instagramda, Telegramlarimda, hamma joyda, YouTube'larimda ham hatto garderobni tahlil qilib turish kerak, mavsumga o'tganda keraksiz kiyimlarni chiqarish, o'rniga yangisini xarid qilish degan mavzuni ko'targanimda bildimki, aksariyat ayollarda garderob tahlil qilinmas ekan. Aksariyat ayollar garderobni qanday tahlil qilib, unga qanday qilib yangi narsalarni xarid qilish kerak xarid qilish ro'yxatini tuzishni bilmas ekan. Ko'pchilik menga qilib berasizmi? Nech pul, qanaqa qilsa bo'ladi? Xullas savollar juda ham ko'p keldi. Shuning uchun o'ylab o'zimni qiladigan garderob tahlilimni sizlarga o'rgatishga qaror qildim. Men garderob tahlilini $500 qilaman. Lekin men hamma ayollarga foydali bo'lsin, shu ayollar o'zlariga, erlariga, farzandlariga garderob tahlilini qilib bersin deb, shuni 197 ming so'mga o'rgatishga qaror qildim.